Uyg'urlarda futbol ruhi. Uyg'urlarda o'ziga xos milliy alohidlikka ega har xil tantarbiya turlari bor. Buning ichida futbol alohida o'rinda turadi. Gerçi hozirgi zaman futbol o'yini yaqinqi zamonda Angliyada barliqqa kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarda top o'ynashning nihoyatda uzun tarixga ega ekanligi va bu o'yinning Uyg'urlarning mijoz xarakteri bilan jug'urilib ketgan bir tantarbiya harakati ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Tarixiy faktlarga qaraganda, hozirgi zaman futbol o'yiniga eng yaqin bo'lgan qadimgi top o'ynash usuli Uyg'urlar orasida maydonga kelgan. Turkiy tillar divanidagi ba'zi tarixiy ma'lumotlarda Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning qo'zini to'limchilab so'yib, ichiga yal to'ldirib ishlangan topni tepish usuli bilan qarma-qarshi qal'alarning ichiga kirgizadigan tapuk tepish nomli bir o'yini bor edi deyilgan. Yana Turk milliy madaniyati degan kitobning 276-betida futbol chavgan o'yinlari 10 davridan buyon Türkiy qavmlar orasida o'ynalgan degan iboralar bor. Top o'ynash qadimgi Rimliklar, Yunonliklar, yerlik Amerikaliklar orasidami mavjud bo'lgan. Xitoylardami top o'ynashga oid tarixiy faktlar bor. Ammo bu top o'yinlarining hech qaysisi hozirgi zaman futboliga o'xshamaydi. Qadimgi top o'ynashlar asosan bir top odam dugilak doira hosil qilib tepkish tepkandek o'yin bo'lgan. Toplarmı jip ve yumshaq narsalardan yasalgan. Xitoyning Sung sulolasida top tepish bir mahal moda bo'lganligi shu davrda sizilgan rasmlardan ma'lum. Xitoy hatto dunyo futbol birlashmasidan futbol eng dastlab Xitoyda borliqqa kelgan deb tonishni talab qilgan. Xitoyning qarashicha qadimgi futbolni Xitoylar ijod qilgan bo'lib, uning tarixini 5000 yil burungi Huangdi davrigacha surishga bo'ladi ekanmish. Xitoyning Han sulolasi davrida top o'ynash haqiqatan mavjud bo'lgan bo'lib, xuddi Xitoylar qog'oz yasash, matbaachilikni Uyg'urlardan qabul qilgandek, qadimgi top o'ynashni Uyg'urlardan qabul qilgan. Qadimgi futbol harakatining Uyg'urlar orasida borliqqa kelganligi ajablanarli emas. Cesurluk, jangovarlik ve kuchliklik talab qiladigan yuqori darajadagi strategiyalik harakat birlashgan bu o'yin Uyg'urlarning harbiy ehtiyoji bilan zish bog'langan. Uyg'urlar top o'ynash orqali qo'shinning jangovarligini oshirgan va askarlarni cheniqtirgan. İki taraf bo'lib o'ynaydigan futbol keng maydonlarda bo'libmi o'tloqlarda o'ynaladi. Topning o'zimi tipik Uyg'ur madaniyati bilan bog'langan bo'lib, top yal to'shqizilgan qo'zi terisini mozay terisi bilan o'rash orqali yasaladi. Bu o'yin Uyg'urlarning kuchlik uyushish xarakteri bilan zish munosabatlik. Xitoylar top o'ynashni Uyg'urlardan do'rab o'zlashtirgan dastlabki chog'larda ikki tarafda 6 dan 8 gacha jumla qopqi bo'lgan. Ammo bu o'yin Xitoyning xarakteriga to'g'ri kelmagachga uni o'zlariga mos keladigan qilib o'zgartgan. Xitoycha top o'ynash asosligi bir top odam topni xuddi tepkish tepkandek o'ynagan. Qadimki futbolning mayli yasilishi bo'lsin yoki o'ynalishi bo'lsin yoki muhit bo'lsin, Xitoyning amaliyatiga faqatla mos kelmaydi. Xitoyning Han sulolasi tarixida Han podshohi Han Wudining onlarga zarba berish uchun Kangsu tarafga yurish qilganda onlardan bir kishini asir olganligi, u kishining badan sifatining bak yaxshi ekanligi sababi bo'lsa, u kishining top tepishga mahir bo'lganligidan ekanligi. Shuning bilan Han Wudi uni elib ketib top o'ynashni Xitoylarga o'rgatganligi tilga ilinadi. Shundaqla onlarga qarshi urush qilish bilan tarixda nomi qolgan Xitoy Han sulolasining dangliq sang'uni Ho Chubingning onlarga qarshi turishda onlarning harbiy mashq usulini qo'llanib
Xitoy qo'shinini kuchaytganligi, uning ichidagi eng muhim bir usulning top tepish ekanligi ham xotirlangan. Tang davridagi Libey dofularning she'rlaridimi Uyg'urcha top tepishga oid mazmunlar bor. 19-asrning 70-yillari mashhur savdogar, ma'rifatchi zot Baudin Musoboyev Sharqiy Turkistonda tunji zamonaviy o'qishni yo'lga qo'ydi. 1883-yili Atush Iqsoqda dastlab 3 sinflik maxsus fanniy maktab, 1885-yilga kelganda zamonaviy 8 sinflik fanniy maktab selib, 6 yerda tantarbiya maydoni yasaydi. O'quvchilar bu maydonda yugurish, sakrash, minish, turish qatorliq oddiy tantarbiya mashg'ulotlarini elib berishdan sirt chambash, futbol, arqon tortishish qatorliq tantarbiya faoliyatlari bilan mashg'ul bo'lgan. 1902-yili Baudin o'z xarajati bilan Rossiya, Turkiyaga o'quvchi chiqirdi. Ular o'qish bitirib qaytgandan keyin boshqa tantarbiya turlari qatorida futbolmu zamonaviylashdi. Natijada Uyg'ur tunji zamonaviy futbol komandasi qurildi. Uzoq o'tmay futbol butun Sharqiy Turkistonga tarqaldi. 1927-yili 7-oyda Atush Iqsoqdan qurilgan Uyg'ur futbolchilar komandasi Angliyaning Qashqarda turishliq konsulining futbol komandasi bilan musobaqalashib, ularni birga qarshi 2 natija bilan Shveysariyaning ishdan sirtqi futbol komandasini 0 ga qarshi 7 natija bilan yengdi. Asli qanida futbol qizg'inligi bo'lgan Uyg'urlar futbol bilanmi tonilishga va kuchayishga boshlaganda, top o'ynashda har qancha qilibmi Uyg'urga yetolmaydigan Xitoylar Uyg'urlardan ansirashga boshladi. Tunji qitim 1997-yili G'ulji qirg'inchiligining oldida Uyg'urlarning futbol o'ynashi cheklamaga uchirdi. Xitoylar futbolda dunyo lo'nqisi musobaqasiga qatnashish uchun qo'lidan keladigan bütün tirishchanliklarni ko'rsatibmi futuq qozona olmadi. Ammo Uyg'urlarga fursat bergisi kelmadi. Futbol Uyg'urlarning erik so'yar xarakteri va kuchli mustaqillik ruhi bilan bog'langan. Mushu sababdan top o'ynaganligi va futbolni so'yganligi uchunla nurg'un Uyg'ur qiz va o'g'illar lagerlarga solandi. Bugungi kunda futbol Uyg'urlarning qenida bar bir uyushchanlik va sunmas mustaqillik ruhining simovuli sifatida dunyoning har taraflarida jush urib rivojlanmoqda. Yangi avlod Uyg'ur yoshlari Xitoy bilan futbol musobaqalarida tutishib, ularni yer bilan yakson qiladigan kunlarni orzu qilib o'zlarini kuchaytirmoqda.